день, меня зовут Айзар Тхаджаева, я PSM Plug and Play, работаю изо дня в день со стартапами и благодарю наших организаторов Pizza Pitch Woman за приглашение. Это отличная инициатива, мероприятие проходит очень интересно. Были классные лекции по SDG, по разным другим экспертным мнениям. Вот. А я выступаю в качестве одного из жюри, и сегодня я в нашей группе прослушала более 18 проектов. Многие проекты очень интересные, что я для себя выявила, что есть очень много health stack проектов, что очень вдохновляет и радует, что находится новая ниша, в которой девушки развивают свое предпринимательство. Ну и также радует то, что очень много участниц из разных уголков Узбекистана, что очень классно влияет в целом на стартап-экосистему не только в столице города, но и по всему Узбекистану. İsmim Malika ve bu yerga Pizza Pitch Woman'ga proyektimiz Roboso bilan birga keldik. Juda ham zo'r o'tyapti. Gapirishimiz uchun 5 minut vaqt berildi va 5 minut ichida kerakli bo'lgan ma'lumotlarni yetkazib bera oldik deb o'ylaymiz. Hammaga omad. Rahmat. Assalomu alaykum. Mani ismim Barnoxon Abduxajayeva. Men Pizza Pitch loyihani koordinatoriman. Bugun Yoenter markazida Pizza Pitch Women bo'lib o'tyapti. Bu safar 4-chi Pizza Pitch Women tadbirimizda g'oliblarimiz Amsterdamga o'quv stajirovka uchun yo'llanmani qo'lga kiritishadi. Umumiy 200 tadan ortiq arizalar tushib keldi va bugun bizning tadbirimizda 60 ta qizlarimiz o'z loyihalari bilan ishtirok etishyapti. Hozir final bosqichda 15 ta ishtirokchimiz o'z loyihalarini taqdim qilishadi va biz 5 ta g'oliblarimizni aniqlaymiz. Hamma qizlarimizga omad tilaymiz va albatta Amsterdamga o'quv stajirovkamiz samarali bo'lishini tilab qolamiz. Mening ismim Sevinch Ikromjonova. Bugun Pizza Pitch Women'da men o'zimni proyektim buyursin bilan taqdimot qildim. Hozir polfinal o'tdi. Yaqinda bizda rezultatlar chiqishi kerak уже. Mani proyektim second hand kiyimlar bo'yicha. Bu marketplace. Hozircha bizda Telegram kanal bor va Telegram bot bor. O'zingizni sotilmagan kiyimlaringiz, razmeri to'g'ri kelmagan yoki bir marta kiyib, keyin kiymagan kiyimlaringizni bemalol bizning kanalimizda sotsangiz bo'ladi. Va undan tashqari kiyimlarni yaxshi narxlarda sotib olsangiz ham bo'ladi. Mani ismim Dilnoza Eshanova. Rotation loyihasining amalga hamda CEOsi bo'laman. Rotation bu IT yo'nalishidagi talabalarni birinchi ish yoki amaliyotga bog'lab beruvchi platforma hisoblanadi. Bundan tashqari bu o'zini deytadigan kompaniyalarga biz IT mutaxassislarini keltirib berishga yordam beramiz. Loyiha, ya'ni bu event haqida, tadbir haqida gapiradigan bo'lsam, juda ham yuqori darajada o'tyapti. Hamma organizatsiya tomonidan hammasi organizovani, strukturированы bo'lyapti. Tadbirdan berilayotgan imkoniyatlardan maksimal darajada foydalanishga harakat qilamiz. Rahmat kutaman. Study turga qatnashgan startaplar undan ham zo'r g'oyalar bilan, undan ham zo'r o'zgarishlar bilan qaytib kelishadi. Pizza Pitch tanlovi juda ham qiziqarli o'tdi. Men bu tanlovda yutishni umuman kutmagandim. Ekspertlar juda ham yaxshi va foydali feedbacklar berishdi. Yutganimdan juda ham xursandman. Pizza Pitch tashkilotchilariga kattakon rahmat aytaman.